va chempionlar tarkibini sanab o'taman. Diogo Costa, Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, Diogo Jota, Pedro Gonçalves, João Félix, Rafael Leao, Rodrigo Moro, aniqrog'i Mora, Ruben Neves, Palhinha, João Palhinha, o'sha Bavariya a'zosi, Gonçalo Ramos, José Sá, Nelson Semedo, Antonio Silva va darvozabon Rui Silva, zaxira deydi Rui Silva, Francisco Trincao hamda Renato Veiga. Shu tarkib. Pepe esa endi maydon chetida. Maydon chetida kuzatuvchi rolida. Albatta muxlis, eng mashhur muxlislardan biri Portugaliyaning bugungi o'yindagi. Har birida kayfiyat zo'r. Bu avlod mana shu oltin medallar Portugaliyalar uchun motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Xuddi Ispaniyaning kumush medallari ham motivatsiya bo'lib xizmat qiladi dedik-ku. Ular o'zlari uchun harakat qilsa nimanidir isbotlash mumkinligini bilib olishdi. Nimanidir ko'rsatishi, nimagadir erishishi mumkinligini bilib olishdi. Cristiano Ronaldo albatta UEFA undan foyda ko'radi. Millatlar Ligasi finalida, Millatlar Ligasi o'yinlarida uning borligi UEFA uchun albatta katta yutuq. Ronaldo o'z tarixida faoliyat davomida ikkinchi marotaba mana shu sovrinni boshi uzra ko'taradi. Tanish kadrlar do'stlar. Esingizdami? Xuddi mana shunday olib kelgan edi u kubokni. Aynan Millatlar Ligasi kubogini, Chempionlar Ligasi kubogini ham ko'targan, lekin o'zi sardor sifatida mana bu sovrinni ko'taryapti. Portugaliya Millatlar Ligasi 2024-2025 g'olibi. Tabriklaymiz Cristiano Ronaldo muxlislarini, Portugaliya muxlislarini ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz. Bugun chiroyli o'yin bo'ldi. Bugun ajoyib final bo'ldi. Biz Myunxenda Chempionlar Ligasi finalida mana shunday o'yin kutgan edik. Yo'q, terma jamoalar miqyosida baribir ko'rsatib berishdi. Portugaliya zafar quchayapti. Ajoyib onlar.